Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga xush keldingiz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Idiqut o'g'lonlari Mo'yitlar jamoati, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Əsərlərimizni yaqtırıb anglışınızlarını qarşı alımız. Əsərlərimizi yaqtırğan bolsanız, dostlarınızğa və başqa toplarga tavsiyə qılıb qoyun. Rəhmət. Əmdi anlaydıqınızlar, tarixi təzkirə əsər İdiqut oğlanları Moyitilar cəmiyyəti. Abdori Ömərcan Sıdıq. Mahmud Moyiti. Davami. Ayni yillarda bir qism kishilar Gomindan markaziy hukumatining arxivxonasidan bir maxfiy hujjatni qo'lga tushirgan. Bu hujjat Şiڭişsەينىڭ خوجانىياز ھاجى ھەققىدە جاڭجى شىرغا يوللىغان ھۆججىتى بولۇپ، ھۆججەتتە خوجانىياز ھاجى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىشپىيونى، ئۇ سوۋېت بىلەن بىرلىشىپ شىنجاڭ زېمىنىدا ئۇيغۇرىستان قۇرماقچى بولدى. شۇڭا مەن ئۇنى قولغا ئالدىم. دۆلەتنى پارچىلىماقچى بولغان بۇ ئىشپىيونغا ئۆلۈم جازاسى بەرمەكچى. تەستىقلاپ بەرسەڭلار، deyilgan. Bu hujjatdan Şiڭişsەينىڭ naqadar yovuz, makkor, hiylagar, ikki yuzlamachi, nayrangvoz ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Şiڭişsەي yangi taxtga chiqqan, kuchi ojiz vaqtida Sovet ittifoqini o'ttirg'a silib, Xo'janiyaz hojiga qayta elchi avatib, yolvurib uning bilan ittifoq tuzdi. Ozroq kuchlanib olgandan keyin Xo'janiyaz hojini ko'ziga qadalgan mix deb qarab, Sovet ittifoqiga uni Yaponiyaning ishpiyoni deb chiqib qo'lga oldi. Gomindan markaziy hukumatiga bo'lsa, ularning dushmani bo'lgan Sovet ittifoqining jasusi deb ma'lumot yo'llab, Xo'janiyaz hojiga o'lim jazosi berdi. Amaliyotda Jallod Şiڭişsەي birarsini o'ltirishda azaldan Gomindan markaziy hukumatining fikrini olgani yo'q. U buning sizmi Şinjangda 100 minglab kishining jiniga zomin bo'ldi. Lekin Xo'janiyaz hoji ta'siri zo'r shaxs bo'lg'achqa, keyin birər gap chiqib qilishidan ansirab, Gomindan markaziy hukumatiga soxta ma'lumot yo'llab, keyingi javobgarlikdan qutulmoqchi bo'lgan. Buningdan Şiڭişsەيning naqadar razil, qora niyat, makkorligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Gusul Moyiti. Gusul Moyiti Moyitilar oilasining 4-chi o'g'li bo'lib, uning to'g'riliq materiallar bek oz. Gusul Moyiti 1894-yili Turpan Ostonada dunyoga kelgan. Kichikida shu yerdagi madraslarda ta'lim-tarbiya olgan va aksi ochgan Maqsudiya maktabida o'qigan. 1910-yildan boshlab oilasining dehqonchilik ishlariga yordamlashgan. 1932-yili Gusul Moyitining akalari Maqsud Moyiti bilan Mahmud Moyiti Qumul dehqonlar qo'zg'olonga ovoz qo'shib, Ostonada qo'zg'olon ko'tardi. 1933-yili 8-mart kuni ikkinchi aksi Maqsud Moyiti Lukchunda jangda qazo qilgandan keyin 3-chi aksi Mahmud Moyiti qo'zg'olonning bosh qo'mondoni bo'lib, Xo'janiyaz hoji bilan Qashqarga ketdi. Ostonadagi Moyitilar oilasida faqat o'zila qilib qolgan Gusul Moyiti akalariga tava bo'lgan dehqonchilik ishlarini boshqarib turdi. Ostonaning 6 kilometr janubidagi Mangubuloq degan joyda 9 kariz bo'lib, bu karizlarning ko'p qismi Moyitilar oilasiga tava bo'lg'achqa, Gusul Moyitining ko'pincha vaqti shu yerda o'tadi. Ostonada yangicha fanniy maktab ochilg'ili 20 yil bo'lgan bo'lsa-mu, Mangubuloq Ostonaga yiroq bo'lg'achqa, bu yerda birmu bola maktab yuzi ko'rmagan edi. Bu ahvoldan qalbi o'rtangan, ma'rifatparvar akalarining cho'nqur ta'siriga uchragan Gusul Moyiti Mangubuloqdan iborat mushu chat zaminda maktab ochib, sabiy bolalarning qorong'u dilini ma'rifat mash'ili bilan yoritish niyatiga keldi. U mushu ulug' niyat bilan Mangubuloqning Xinim kariz, ko'pincha Gusulning karizi deb atalgan mahallasidagi o'z qorosi ichiga 4 darajalik ozoda bir sinf soldi. Biroq sinf putgan bo'lsa-mu, o'qiydigan bola chiqmadi. Shu chog'larda 9 karizdan tarkib topgan Mangubuloqda jami 40 necha oila, 200 dan ortiq nopos bor bo'lib,
Bular g'arbdan sharqqa 4 kilometr doirada tarqoq o'ltiraqlashgan edi. Uning ustiga bu yerdagi dehqonlar bek namrat bo'lg'achqa, balalarning o'qish xarajatini ustiga ilishga majoli yetmaydi. Avlodmu avlod namratlikda, nodonlikda yashab kelgan To'rpan rayonining eng chetidagi dehqon bolalari o'qisimi, o'qimasimi baribir ketman chapadigan gap deb qarag'achqa, o'qishning foydasini his qilolmaydi. Mushundaq ahvolda gusul muhiti dehqonlarning uylariga uyma-uy kirib, o'qishning foydasini so'zlab, dehqonlarni qoyil qildi. Dehqonlarning namratligini nazarda tutib, o'qituvchining ish haqi, o'quvchilarning daftar, kitob, qalam, so'mka puli, hatto kiyim-kechaklarining pulini o'z ustiga oladiganligi to'g'risida va'da berdi. Gusul muhiti Mangu buloq tavasidagi 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 26 bolani tizimga elib, har bir bolaga daftar, qalam, kitob, so'mka va sur ranglik raqtdan o'xshash qilib tiktirgan ishton, chopon, o'xshash do'ppa, oyoq tarqitib berdi. Mata bilan chakmandin qo'pol tikilgan kiyimlarga ko'nib qolgan bolalar O'zbekistonda to'qilgan raqtdan sipta tikilgan kiyimlarni kiyib, intayin xushal bo'lib ketishdi. Ota-onalarmu bir tarafdan gusul muhitining kang qo'lliqiga, mardligiga opirin o'qitsa, yana bir tarafdan bolalarning pokiz, rətlik, bir xil kiyimlarga qarab ichidan maz, havaslanish bo'lib ketishdi. Gusul muhiti Ostonada o'qituvchilik qilayotgan Abdurahmon Odil ismli o'qituvchini Mangu buloqdagi maktabga muallim bo'lib berishga taklif qildi. Shundoq qilib 1933 yili 10 oyda 26 o'quvchi qabul qilingan Gusul muhiti maktabida rasmiy o'qish boshlandi. Shuning bilan nodonlik, zulmat ilikida uxlab yotgan bu chat yoqa zaminda ma'rifat mash'ili yolqinjashqa boshladi. Bu maktabni shu davrda Şinjan zaminidagi eng chat mahallada ochilgan tunji maktab deyishga bo'ladi. Gusul muhiti maktab qurilgandan keyin maktab boshqarish, o'qitish ishlariga izchil ko'ngil bo'lib keldi. Yozliq ta'til mezgillarida Urumchidan tantarbiya, san'at o'qituvchilarini taklif qilib, o'quvchilarni har xil tantarbiya turlarini o'rganish, san'at nomerlarini o'rindashga tashkillab, xili yaxshi unumga erishdi. Natijada bu maktabning o'quvchilari ayni yillari har qaysi yiza qishloqlar aro o'tkazilgan tantarbiya musobaqalarida birinchilikka erishdi. 1936 yili Şiڭsey gusul muhitiga xizmat berman deb aldab va besim qilib, Urumchiga elib chiqib, ko'rinishda bir idoraning maslahatchisi qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda nazarband ostiga oldi. Gusul muhiti Urumchiga mang'ucha Ostona Uyg'ur aqartish uyushmasiga Mangu buloq maktabning xarajatini o'ziga vakolatan berib turishni havola qildi. 1937 yili Şiڭsey bir turkum ilg'or kishilarni qo'lga olganda, gusul muhitinimi turmaga tashildi hamda oradan bir necha yil o'tib 1940 yilga kelganda uni turmada qiynab o'ltiribdi. U vafot bo'lganda Aran 46 yoshda edi. Gusul muhitidan Risolat muhiti, Abdulla muhiti, Ibodat muhiti, Pattar muhiti qatorliq farzandlar qolgan. Gusul muhiti maktabi o'quvchilari 6 yil o'qib, 1939 yili 6 oyda o'qish bitirdi. 6 yilda bu maktabda Abdurahmon Odil, Iskandar Abidi, Abdurahmon Toyir, İbrahim Salimi, Tursun Eli qatorliq 5 o'qituvchi ilgari-keyin o'qituvchilik qildi. Birinchi turkum o'quvchilar o'qish bitirgandan keyin boshqaradigan ham xarajat bilan ta'minlaydigan odam bo'lmag'achqa maktab taqilib qoldi. Shu qitim o'qish bitirgan 26 o'quvchi ozodlikdan keyin har darajalik partiya hukumat o'rinlarida ishlab, jamiyatga tegishlik tuhfa qo'shdi. Muhitilar jamiyatining tuhfakor avlodlari. Abdurahmon muhiti. Musul muhitining ikkinchi o'g'li bo'lgan Abdurahmon muhiti 1910 yili Turpan Ostonining G'o'jamaldi mahallasida dunyoga kelgan. 1918 yilidan 1924 yiligacha Ostonadagi kichik otasi Maqsud muhiti ochgan Maqsudiya maktabida o'qigan.
1932 yılı kuzda qo'zg'algan dehqonlar qo'zg'olonga aktiv qatnashgan hamda Xo'janiyaz Hoji Mahmud Shijong qo'shiniga qatnashib, qadimiy shahar Qashqarga borgan. 1934 yılı bir turkum yoshlar bilan birga Qashqardan O'zbekiston poytaxti Toshkentga berib, O'rta Osiyo universitetining ma'muriy huquq fakultetida 2 yil o'qigan. 1936 yılı o'qishini tamomlab, Cho'chak orqali Urumchiga kelgan hamda Urumchida 1 yilga yaqin xizmat qilgan. 1938 yılı 4 ayning 17 kuni Şengsey tarafidan qo'lga ilinib, turmaga qamalib 6 yildan ko'proq turma hayotini boshdan kechirgan. 1944 yılı turmadan chiqib, ona yurti Ostonaga kelib, Ostona bevosita qarashliq Uyg'ur aqartish uyushmasida buxgalter bo'lib ishlagan. 1945 yılı atiyozda Burhan Shahidi Turpanga kelganda, uni Urumchiga billa elib berib, xizmatga o'rinlashtirib qo'ygan. 1946 yılı 1 ayning 2 kuni Kuomintang hukumati bilan 3 viloyat inqilobiy hukumati Urumchida 11 moddalik tinchlik bitimi imzoladi. 11 moddalik tinchlik bitimining ro'yiga asosan o'lkalik hukumatning bir qism apparatlarga va ba'zi nahiyalarning hokimligiga 3 viloyat tarafdan kadrlar qo'yildi. Mushu ruhqa asosan Abdurahmon Moiti 1946 yılı 8 ayda Turpan nahiylik hukumatning hokimligiga tayinlandi. Abdurahmon Moitini vazifaga tayinlash yig'ini Turpan shahar Janubiy Qovuq mahallasidagi Rahmatul Qari Hojim masjidida to'limu dag'dug'liq o'tkazildi. Shuncha cho'ng masjidning ichi odamlar bilan liqmuliq to'shib ketgan bo'lib, masjid ichiga sig'magan nurg'un kishilar yo'lda turib qilishdi. Yig'inga taxminan 5000 dek odam qatnashgan bo'lib, shu chog'dagi o'lkalik birlashma hukumatning muavin raisi Burhan Shahidi o'lkalik hukumatga vakolatan yig'inga ishtirok qilib, Abdurahmon Moitining hokimlik vazifasiga tayinlanganligini e'lon qildi. Abdurahmon Moitining hokim bo'lishimi osonga to'xtamagan edi. O'lkalik birlashma hukumatda Turpanga kimni hokim qilish masalasida keskin kurash bo'lgan edi. Bundaq bo'lishi Turpanning jo'grafiyalik o'rni va strategiyalik o'rnining muhimligida edi. Turpan Şinjanni ichkiri o'lkalar bilan tutashtiradigan qatnash tuguni, ya'ni kelib Urumchiga yaqin. Turpanda biror ahvol bo'lib qolsa, Urumchiga tahdid ilib keladi. Shunga ikki tarafning talashishi keskin bo'lgan edi. Bu Ahmadjon Qosimiy qatorliq 3 viloyat taraf vakillarining murassasiz kurash ilib berishi orqali ming ta'sda qo'lga kelgan natija edi. Kuomintang taraf bo'lsa, Turpanning hokimligidan iborat ma'muriy huquq qo'ldan ketgandan keyin buning o'rnini harbiy kuch bilan to'ldirib taqobil turish uchun tezdan Turpanda turishliq harbiy kuchini kuchaytirib, qurollarni xillab, xabarlashish apparatlarini to'liqlab berdi. Abdurahmon Moiti Turpanga hokim bo'lgandan keyin Ahmadjon Qosimiy, Abdukarim Abbasov, Sayfiddin Azizi qatorliq rahbarlar bilan munosabat bog'lashni kuchaytirib, ularning yo'l yo'riqlarini Turpanda izchillashtirdi. U nahiylik hukumat tarkibidagi Kuomintang parast johil kuchlarni tozalab, ularning o'rniga bir turkum ilg'or fikrli kishilarni o'rlashtirdi. Abdurahmon Moiti bayrog'i ro'shan holda Kuomintang aksiyachilariga va Kuomintang parast johil kuchlarga millat, din to'niga o'rnib olgan milliy bo'lgunchilarga qarshi kurash qildi. Abdurahmon Moiti 11 moddalik tinchlik bitimini tashviq qilish va ijro qilishda ching turdi. 11 moddalik tinchlik bitimining ro'yi bo'yicha nisan qilingan yerlar o'z egalariga qaytarilishi kerak edi. Nisan xanzucha xoinlarning mulki degan ma'noda bo'lib, Şengsey 1937 yilidan 1943 yiligacha bo'lgan oraliqda Şinjan bo'yicha 10 ming odamni xoinlar degan batnom bilan turmaga qamab, ularning mol mulkini musodara qilib, boshqa kishilarga arzon bahoda sotib Setib olg'uvchilar Nisanchi deb atalgan. 1946 yılı Kuomintang bilan 3 viloyat taraf hosil qilgan 11 moddalik bitimning ro'yiga asosan birlashma hukumat atalmish xoinlarning mulkini aniqlab, o'z egalariga qaytarib berishga mas'ul bo'lgan. Lekin
Kuomintang bununğa qarşı turdi. Şunun bilan 11 moddalik tinchlik bitimini ijro qilish bilan uningga qarshi turish o'rtasidagi kurash o'tkirlashib ketdi. 1947 yılı 2. ayda Astanadagi xalq ommasi qo'zg'alib, Nisan qilingan Mangu buloqdagi karizlarni va Qarg'o'ja karizdagi 4 so'qma degan karizni Nisanchilardan qaytarib oldi. Kuomintang doiralari buningdan xabar topgandan keyin darhol 4 so'qmaga bir rota askar avatib, yerlarni yana Nisanchilarga ilib berdi hamda Nisanchilarga qurol tarqitib berdi. Nisanchilar qo'lidagi qurol bilan o'zlarini qo'g'dab qoldi. Bu ish Turpan xalqining g'azabini qo'zg'adi. 1947 yılı 7. ayının 11. kuni Yanxi Karizdagi Imin Zoid 30 necha nafar yoshni tashkillab 4 so'qmaga qurolli hujum qilib, Nisanchilarni bo'ysundirdi. Bu ish 4 so'qmadan qochib chiqqan Nisanchi Kalir Xuyzu orqali Kuomintang armiyasining Turpanda turishliq 231 yığının boshlig'i Tanziminga doklad qilingandan keyin u jiddiy yig'in ichib suiqasd planladi. Uning suiqasdlik plani mundaq edi: 4 so'qmaga bir rota askar avatib, Imin Zoid boshchiligidagi dehqon qo'zg'olonchilarini yo'qotish. Ertasi 7. ayning 12. kuni bir turkum Kuomintang parastlarini namoyish qilishga o'rinlashtirish, namoyish qo'shiniga bir turkum harbiylarni puxracha kiyindirib kirgizish, namoyishchilarga tong saharda Abdurahmon Moiti, Bavudun Yusuflarni o'ltirgizish, buni omma qildi deb xulosalash birlikka kelindi. Shundoq qilib 7. ayning 11. kuni peshindan keyin Turpandagi Yangi shahar darvozalari taqilib, Yangi shaharga kirish chiqish man'iy qilindi. Shu kuni tushdan keyin ishga bormoqchi bo'lib, Yangi shahar sharqiy darvozaga borgan Abdurahmon Moiti, Bavudun Yusuflar harbiylar tarafidan to'sib qo'yildi. Abdurahmon Moiti bilan Bavudun Yusuf Yangi shahardagi soqchi idorasiga kirib, bu ishning sababini bilolmay turganda, dushmanning maxfiy yig'iniga qatnashgan Barat ismli bir odam kelib, dushmanning suiqasdini hokimlarga uqtirib qo'ydi. İşning chatoqligini bilgan Abdurahmon Moiti, Bavudun Yusuflar maslahatlashib, kecha qorong'uligidan foydalanib, sepildan tushib, shahardan chiqib ketishga birlikka keldi. Yarim kecha bo'lganda, Yangi shaharning janubiy tarafidagi sepilga yondosh silingan Abdurahim Ahmad hojining hovlisiga kirib, shota qo'yib sepil ustiga chiqib, arg'amcha bilan yerga serilib tushdi-da, yor yesiga berib, otliq paqa buloqqa ketdi. Shunda qilib Düşmanning Abdurahmon Moitilarni o'ltirishdek suiqasdlik plani mag'lub bo'ldi. Abdurahmon hokimning shahardan chiqib ketganligi to'g'risidagi xabar Ostona, Qarg'o'ja yezlariga yetib kelganda, g'azabga kelgan ammo Kuomintangga qarshi qo'zg'olon ko'tarmoqchi bo'ldi. Abdurahmon hokim o'ylanib ko'rib, amdi urushdan boshqa yo'l qolmadi deb hisobladi. Shunda qilib 1947 yılı 7. ayning 12. kuni u Ostonadagi yoshlar tashkilotining mas'ullari Abdulla Parsa, Rajab To'xtalarga Singim eg'izidagi Kuomintang askarlariga hujum qilish to'g'risida xat avatdi. Xat 7. ayning 12. kuni shom vaqtida Ostonaga yetib keldi. Shuning bilan bu yerdagi yoshlar Xo'janiyaz hoji ayni vaqtda qurgan paxta zavodiga yig'ilib, yig'in ochgandan keyin Singim eg'iziga atlandi. Yarim kechagacha Qarg'o'ja Ostonadagi 700 dak odam Singim eg'izining janubiy tarafidagi bog'larga yetib bordi. 1947 yılı 7. ayning 13. kuni tong yo'rg'an chog'da hujum boshlandi. Tayoq to'qmoq va oddiy qurollar bilan qurollangan qo'zg'olonchilar boturlikqa tayinib, birsi yiqilsa, yana birsi ilgirlab jang qildi. Shu kuni tushga yaqin Abdurahmon Moiti Singim eg'iziga yetib kelib, jangga bevosita qo'mondonlik qildi. Qo'zg'olonchilar dushman potaylarini qurshab bo'lgan, dushmanlarmi oq bayroq chiqarib taslim bo'lgan bir chog'da Turpan shahar tarafidan oq bayroq ko'targan, puxracha kiyingan otliq qo'shin yetib keldi. Qo'zg'olonchilar ularni o'z odamlarimiz o'xshaydi deb o'ylab turishiga, bu puxracha kiyingan qo'shin tuyuqsiz oq bayroqni tashlab, qo'yunlaridan qurollarini chiqarib, qo'zg'olonchilarni qirishga boshladi.
tuyuqsiz qilingan hujumdan tamtarab qolgan qo'zg'olonchilar qo'shuni tartibsiz chekinishga majbur bo'ldi. Shundoq qilib, qo'lga kelayla deb qolgan g'alaba dushmanning hilmikir bilan kelgan yordamchi qo'shuni tarafidan qo'ldan ketdi. Abdurahmon Moiti gunohsiz xalqning behuda o'lib ketishining oldini olish uchun chekinayotgan qo'zg'olonchilarni yurt ichiga chekinmay, tuyuq tarafga chekinishga buyruq berdi. Qo'zg'olonchilar kaynidan qo'g'lab kelayotgan dushmanlar bilan urushqa chekinib, tuyuqqa yaqinlashganda yer sharoitidan foydalanib, dushman yetib kelganda to'sib zarba berib, dushmanni chekindirdi. Biroq dushman kuchlik, qo'zg'olonchi qo'shin ojiz bo'lganlikdan tuyuqdan chalqonga yo'tkilishga majbur bo'ldi. Chalqanda bir necha kun turgandan keyin qora yuzi g'olga kelib, bu yerda partizanlar hayiti tashkil qildi. Abdurahmon Moiti partizanlar hayitining boshlig'i bo'lib saylandi. Abdurahmon Moiti shu chog'dagi vaziyatni tahlil qilish orqali partizanlarni inqilob o'ti yolqinjab turgan Eli, Oltay, Tarbag'atay qatorliq 3 viloyat tavasiga boshlab ketish fikrini o'ttirg'a qo'ydi. Partizanlar hayiti muzokara qilish orqali Abdurahmon Moitining bu fikriga qo'shildi. Partizanlar qora yuzi g'olida avval qo'shinni tartibga selish, mashq qildirish, ozuq tayyorlash qatorliq ishlarni qildi. 1947 yili 7 ayning 22 kuni 800 dan ortiq partizan Abdurahmon Moitining boshchiligida strategiyalik yo'tkilishni boshladi. Partizanlar Abdurahmon Moitining boshchiligida Kujay Burjay jangi, Alg'oydagi jang, Egiz davondagi jang qatorliq ko'plagan qonliq janglarni boshdan kechirib, dushmanning ko'p qatim to'sib zarba berishi, qo'g'lab zarba berishi, qo'rshab zarba berishlaridan botirlik bilan o'tib, 1947 yili 8 ayning 8 kuni g'alabalik holda Eli viloyati chegarasiga yetib bordi. Bu chog'da partizanlardan aran 200 dan ortiq odam qolgan edi. Abdurahmon Moiti boshlab borgan partizanlar 3 viloyat armiyasiga Qilich Iskadron nomi bilan qo'shilib, Shinjongning tinch yo'l bilan ozod qilinishiga zo'r to'hfa qo'shdi. Abdurahmon Moiti G'uljiga borgandan keyin 3 viloyat xalqchil yoshlar ittifoqining muhim mas'ullik vazifasini o'tab, o'zining tashkillashdagi qobillig'i, talanti bilan 3 viloyat rahbarlarining maqtashiga erishdi. Cumhuriyet qurilgandan keyin Abdurahmon Moiti 3 viloyatda xizmat qilgan bir turkum rahbariy yo'ldoshlar bilan birga Urumchiga yo'tkilib kelib, Shinjong o'lkali xalq hukumati xalq ishlar nazoratining noziri, siyosiy maslahat kengash Shinjong sho'basining bosh kotibi, mamlakatlik milliy ishlar komitetining a'zosi, birinchi navbatlik mamlakatlik xalq qurultayining vakili, avtonom rayonlik birlik sep bo'limining muavin boshlig'i, avtonom rayonlik partikomning hay'ati qatorliq muhim vazifalarni o'tadi. U xizmatda qizg'in, mas'uliyatchan bo'lib, o'zining aql parasti bilan Shinjongning demokratik inqilobdan sotsialistik inqilobga burilishida va sotsialistik inqilob, sotsialistik qurilish ishlarida zo'r to'hfalarni qo'shib, partiya, hukumat va xalq ommasining hurmatiga sazovor bo'ldi. U 1957 yili 9 ayning 3 kuni kasal sababi bilan 47 yoshida Urumchida vafot bo'ldi. Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik partikom va xalq hukumati dag'dug'liq ta'ziya yig'ini ochib motam bildirdi. Davomi bor.